Allohni o'zi asrasin, ibodatni qilib endi bir kecha o'ynasak o'ynab qopmiz-da deb beparvolikka berilgan bo'lsa-chi, farishtalar hisob kitob qilib Robbisiga hisobot berayotgan paytida bandan kayfu safoda. Bugun seni unutdi. Namozlari qazo bo'ldi. Xuftonni ham o'qimadi. Bomdodga ham uxlab qoldi. Chunki mana bu mashg'ul bo'lgan narsalarni g'aflatda qoldirdi deb xabar bersa, 20-yil buni beibodat deb yozib qo'ying desa nima bo'ladi? Chunki ishlar xotimasi bilan bo'ladi, hisob-kitob. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asr paytiga borganda zikrni ko'paytirar ekanlar, duoni ko'paytirar ekanlar. Chunki asr vaqti o'tgandan keyin bugun kun yakunlanib, ertangi kun boshlanadi. Har bir kunning nihoyasi yaxshi bo'lsin degan ma'noda qattiq e'tibor berganlar. Haftaning nihoyasi-chi, payshanbadan jumaga o'tar kechasi bo'ladi. Kecha xuddi shunday kecha bo'ldi, alhamdulillah. Bir haftalik ibodatlar qabul qilinadigan kechada kim nima bilan mashg'ul bo'ldi? Namoyi amaliga o'sha narsa yozildi. Mana Alloh bergan umr ne'matini isrof qilish, sovurish, yo'qqa chiqarib yuborish. Holbuki kecha nafaqat bir haftalik. Agar ta'biri joiz bo'lsa, 1 yillik amal yoziladigan payti edi. Daftar yopiladigan payti edi. Ana shu paytdan kim qanday foydalandi? Albatta bu qiyomatga borganda ma'lum.